Bizda FTG Trion Peak 3D skanerimizda olingan obyektimiz. Bizga hozir kerak bo'ladi daraxtlarning balandligi bo'yicha ma'lumot kerak, qalinligi bo'yicha va ularning joylashuvi koordinatlari bo'yicha ma'lumot kerak. Shuning uchun biz aynan o'sha daraxtlar turgan joyni kesib olamiz. Mana kesib tayyor qilib oldik. Bu haqida biz ma'lumot daraxtlar bo'yicha отчет berishimiz kerak. Bu AutoCAD uchun tayyor fayl, mana daraxtlar o'rni, joylashganligi haqida ma'lumot, mana ko'rishingiz mumkin har bir haqida alohida buni AutoCAD fayli bemalol eksport qilsa bo'ladi. DVG, DX formatlarga. Undan tashqari buni o'zini alohida har bir daraxt bo'yicha koordinatlari haqida ma'lumot ko'rish mumkin va daraxt o'zini har bir donasini alohida ko'rish ham imkoniyat mavjud. Balandligi, eni va qalinligi bo'yicha. Endi biz buni eksport qilamiz. O'sha отчет uchun eksport qildik. Tayyor fayl ochaman. Mana ko'rishingiz mumkin, tayyor qilingan отчет ma'lumotlari, daraxtlar haqida to'liq ma'lumotlar mavjud. Bizning FTG Trion Peak 3D skanerimiz ushbu turdagi daraxtlar bo'yicha klassifikatsiya ma'lumotlarini ham, отчетlarini ham bera olish imkoniyatiga ega.